Assalomu alaykum. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz apelsin tarkibidagi C vitaminini aniqlash. Biz bilamizki, C vitamini organizmda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan vitaminlardan biri hisoblanadi. U organizmni himoya qiladi, immunitetni mustahkamlaydi hamda organizmda tiklanish jarayonlarida ishtirok etadi. Bizga kerakli bo'lgan jihozlar: turli xil o'lchamdagi stakanlar, o'lchov stakanlari, shisha naycha, pipetka, shtativ hamda probirkalar, apelsin, yod eritmasi, kraxmal eritmasi hamda suv kerak bo'ladi. Tajriba jarayonlarini boshlashdan avval apelsin sharbatini siqib olamiz. o'n millilitr suv olamiz va bu suvga yod eritmasini aralashtiramiz. Yodning suvdagi eritmasini apelsin sharbatiga aralashtiramiz. Ko'rib turganlaringizdek, yodning rangi yo'qoldi. Yod va kraxmal eritmasini apelsin sharbatiga ta'sirini ko'ramiz. Yodni 5 ml solib olamiz. 5 ml yod eritmasini ustiga kraxmal eritmasini solamiz. Yod eritmasiga kraxmal eritmasidan qo'shishimiz natijasida eritmamiz ko'k rangga kirdi. Tayyorlab olgan kraxmal va yod eritmasini apelsin sharbatiga quyamiz. Bunda ko'rib turganingizdek, yod rangi yo'qoldi. Bunda apelsin tarkibidagi C vitamini yod bilan reaksiyaga kirishib, yodning rangi yo'qolishiga olib keldi. Xulosa qilib aytganda, laboratoriya mashg'ulotlaridan biz ko'rib turibmizki, apelsin tarkibida C vitamini borligini aniqladik.